Articraft serverdagi anarxiya rejimida kichik yangilanishlar bo'lib o'tdi. Avto shaxta. Endi u bir necha turlarga bo'linadi va shunga qarab undan tushadigan resurslar farq qiladi. Qancha shaxtaning darajasi baland bo'lsa, undan tushadigan narsalar ham shuncha qimmatroq bo'ladi. Qala eventi. Qanchalik g'alati eshitilmasin, endi bu hech qanaqa event emas, chunki biz bu yerdagi shalkerlarni sindirgandan so'ng avtomatik tarzda qayta paydo bo'ladigan qildik. Albatta, ma'lum bir vaqtdan so'ng. Bu esa qala eventini yangi o'yinchilarning kuchayishi uchun ajoyib maskanga aylantirib beradi. Shu bilan birga biz bu yerdagi shalkerlardan tushadigan narsalarni tubdan o'zgartirdik. Oddiy xazina shalkerdan tushadigan narsalar, qizil shalkerdan tushadigan narsalar, oltin boylik shalkerdan tushadigan narsalar, sirli sehr shalkerdan tushadigan narsalar. Order bu yangi sotuv rastasi. Hozir qanday ishlashini tushuntirib beraman. Masalan, siz anarxiyada juda ham kuchayib ketdingiz. Oltin sabzalaringiz, chirigan kartoshkalaringiz, netherite aslahalaringiz bor, lekin hayotingizga valijon kirib keldi. Endi aslahalaringiz shunaqa bo'lishini xohlab qolasiz. Lekin sizda bu andoza yo'q. Bu muammo emas. Shunchaki orderga kirasiz va u yerdan Minecraftdagi istagan narsaga o'zingiz belgilagan pulda e'lon berishingiz mumkin. Boshqa o'yinchilar esa bu e'loningizni bajarib, siz belgilagan pulni olishlari mumkin. Mana endi siz ham valijonga o'xshagan krasavchik bo'lasiz. Anarxiyalar orasidagi balans. Menimcha bu safargi eng katta yangilanish shu bo'lsa kerak. Chunki hozir 3-anarxiyadan ikkinchisiga, ikkinchisidan 1-anarxiyaga o'tadigan bo'lsangiz ham uchalasida ham inventarlaringiz bitta bo'ladi. Inventarlarga qo'shib daraja, balans, rang, barcha narsasi bir xil. Donatlardagi o'zgarishlar. Endi sizda serverda general ranki bo'lgan taqdirda ham Fly komandasi yordamida uchishingiz mumkin. Bu hali hammasi emas. Endi Titan rankidan yuqori barcha ranklarda Neyer komandasi mavjud. Neyer komandasi nima qiladi deysizmi? Bu komanda orqali yaqin atrofingizda o'yinchilar bormi yo'qmi ko'rib olishingiz mumkin. Mana mendan 60 blok uzoqda Valijon o'ynab yuribdi. Bu hali hammasi emas. Repair komandasi. Endi elitadan baland barcha ranklarda bu narsa bor. Buni yozish orqali siz repair sandig'ini ochasiz va har 2 soatda o'zingizning narsalaringizni mutlaqo tekinga tuzatib olishingiz mumkin. Bu menyuning kattaligi rankingizga bog'liq bo'ladi. Bu ham hali hammasi emas. Yagona imperator uchun eksklyuziv komanda ham qo'shildi. NFC. Bu orqali siz serverdagi barcha o'yinchilarning inventarini ochib, real vaqtda unda nima bor ekanligini ko'rib turishingiz mumkin. Damlamalar. Endi siz Anvilda ikkita kuch 2 damlamasini qo'yib, 15 daraja evaziga kuch 3 damlamasini yasashingiz mumkin. Va biz damlamalarni stack bo'lish qobiliyatini yana qaytardik. Bu narsa faqat kuch damlamasi uchun emas, boshqalari uchun ham xuddi shunday ishlaydi. Tumorlar va sferalar. Barcha tumor va sferalarni qayta ishlab chiqdik. Bularga donat o'qlar ham kiradi. Ularning ham effektlarini kamaytirib, anchagina kuchsizlashtirib qo'ydik. Serverga 1 kishilik, 2 kishilik va 4 kishilik rejimlarni qo'shdik. Ustiga ustak 26-may kuni serverda global vibe bo'lib o'tdi. Bu degani serverda kirib o'ynashning hozir ayni payti. Sizlarni serverda kutib qolaman. BDV komandasi yordamida tekinga resursga esa olishni unutmang.